Taxminan $200 yaqin 3 xil razmerdagi stupenchli nasatga 4 dan 12 gacha, 4 dan 20 gacha, 6 dan 35 gacha. Buni bizda yo'lka deydi, archa deydi-yu. Taxminan 20 ming turadi Xitoy variantlari, lekin bu 4000 marta teshgan variantini ham ko'rganman, yengidagi bo'lib turgan. Original Amerikani o'ziniki mana. USA deb yozilgan. Mana shunaqa plasmas keysda bo'lar ekan. Chotki original instrument. Aytaman-ku, bizdan keyin bolalarimiz ham ishlatsa kerak bu narsani. Ular pichoqni zo'r variant kelgan. Buni qalinligini qaranglar. Haqiqiy pichoq. Mabodo original instrument ishlataman deb yurgan insonlarga Milwaukeedan yengilliklarimizga keldi. Bu yerda 8 xil razmerdagi 1.5 dan 4 gacha bu tarafi 5, 6, 8 razmerdagi shessigranlik ключ naborchi. Cho'nchakda ham zo'r ekan, turishi. Xullas, buni ko'rsatdim. Mana buni qaranglar. Sepnoy ключ ko'pchilik qidirib yuradi. Dumaloq, turbalar, temir turba, krugli narsalarni yechishda yordam beradi bizga. Narxlarni telefon qilsanglar cho'tki qilib beramiz. Mana bu narsa nima narsa deysizlar, mana. Bitta ko'rsatib qo'yilgan. Аккуратный instrumentlarimiz. Два в одном mana bu. Razvodный ключ umrbod garantiya berilyapti. Lifetime deyilgan garantiyasi, pojizmli garantiya beriladigan mana shunaqa razvodный ключlar ham kelgan. Made in Taiwan. Mana bunisi Germaniyaning o'ziniki. Ключ ko'rasizlarmi? Qanaqa ushab ko'rsanglar boshqacha, lekin original Milwaukeening o'zidan. Ko'p narsalar bor, hali qo'ymayman. Bolgarkalar keldi mana, bolgarkalar уже sotildi. Va santexnik akalarimizga va konditsioner uстановкасы bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun 3 dan 28 gacha mana shunaqa rezak ruchnoy turbalarni kesib beradi. Mabodo kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu endi boshlanishi. Bemalol kelib do'konga olib ketsanglar bo'ladi.